O'tarsan mana shunday futbolchi o'ynab. Flik. Mana akayni qara, bankda ishlaydi. O'ziga yarasha obro' e'tibori bor. Mana bu akayni qara, hokimiyatda ishlaydi. Men buni deb mahallada gerdayib yuraman. Sen uchun nima deb yuraman? Ayt, mol. Manda ham biron kun bo'lib qolar, dada. Ya senda hech narsa bo'lmaydi, xafa bo'lma o'g'lim. Hech narsa bo'lmaydi. Dada, yigitni o'zi bilan o'ynashsangiz ham omadi bilan o'ynashmang hech qachon. Ya senga omad ham kelmaydi, ishon. Qarab turing hali. Dadamga qo'pollashmasa. Bo'ldi qil. Chapdan kiryapman, chapdan. Ha, bironki bir kirib ketasan, ko'rasan qayerdan kirishingni. Yaxshi kanaldan qolmadi. Dadajon, men sizga yigitni omadi bilan o'ynashmang deganmidim? Degandim. Mana men Jesko ichimliklarni ichib, omad show o'yini ishtirokchisiga aylandim. Ishtirokchiga aylanganim uchun menda hozir bitta Damas naq turibdi. Ana endi eng qizig'i, mana bu barabanni bitta aylantirsam 36 ta Damas yutishi mumkin.